Xudolar ko'kosh oldiga keldim. Boya ham prямой efirda aytdim. Yolg'on ma'lumotni bunaqa qilib tarqatmaylar. Telegramdan, Instagramdan mana barchini ham shotdi, Zarina ham shotdi, anaqa ham shotdi, mana o'rtog'im ham shotdi. Hamma shotdi. Oshqozon operatsiyasini qildirmagan ko'kosh. Abdominoplastika qildirgan va liposaksiya qildirgan. Oshqozon operatsiyasi emas. O'shunda rasmda qo'yiladi. O'sha yo'q, bilib ozgina past qanaqasi qorin qismini bilsa bo'ladi-yu, oshqozon qattaligini, qorin qism qattaligini. Yo'q, endi qiymas. Oshqozon deyapti-da. Iltimos sizlardan boshqa anaqa saytdagilar oshqozon deb turib, ataylab, unaqa gap so'zlar yozmanglar. Bu abdominoplastika qilingan, liposaksiya qilingan. Xuddi shunaqa narsa. Sizlarga qarang, bu PR emas. Hech kimning boshiga o'tmasin. Tushmasin ya'ni. Hech kim boshiga tushmasin. Avvalambor, davaychi duo qilaylik, bo'ldi, shu. Duoda bo'ling. Hamma faqat PR yomon yo'q, unaqa narsa yo'q, to'g'ri. Duo qilinglar, ko'kosh qo'ydi postiga, hamma gaplarni o'zi qo'ydi, kirib ko'ringlar, uni ham qo'yadi.